Bu videoda biz internetda tarqalgan eng qo'rqinchli top 3 ta videoni siz bilan birga ko'rib chiqamiz. Tayyormisiz? Qani boshladik. Xo'p, o'rtoqlar, bizda top 3-video. Bu videoda qisqa tushuntirib berib ketaman. Bittada 3 ta video bu. Qisqa 3 ta video. Bularni bitta qilib turib top 3 ga tiqdim. Xo'p, qaranglar. Tashlandiq uyga kirib, shu arvohlarni ko'rib qo'ygan. Qani birgalikda ko'ramiz va yana bitta narsa. O'rtoqlar, buni kommentariyani o'qishlaring mumkin. Obunachimiz ekranni egallamay sal chekkaroq chiqib tur deyishibdi. Bo'ldi, nima desalang shu tursam yetadimi, yetmaydimi? Mana katta ekran. Lekin men siz zerikib olasizlar-da, kiylar, men ham chiqayin-da, men ham odamman. To'g'ri, kanalni yarimi sizlarki, yarimi meniki-yu. Men ham endi zvezda bo'lay, men ham xohlayman, deb ko'proq prosmotr bo'lishdi. Tayyormisiz? Hazil bilan kayfiyatlaringizni ko'targan bo'lsam xursandman. Top 3-video bizda. Ketdi. Shu arvohni qaranglar. Oppoq arvoh. Bir ko'zda qaranglar. Bir ko'zal, biratga qarab turib, yig'liq ajika qo'yib turib qochyapti-yu. Hop, tashlandiq joyda shikili menimcha. Yo, akvaparkmi bu? There are places that were left empty. Ko'rdingizmi? Ajina dippadan qaradi. O'rtoqlar, 3 ta birdaniga 3 ta videoni ko'rsatdim. Bu haqida fikrlarini hozirroq yozib qoldiring kommentariyaga va albatta like va podpiska esdan chiqmasin. Biz top 2-videoga o'tamiz. U video bizni obunachimizdan kelgan. O'zlarini uylarida kameraga tushib qolgan. Bizga tashlab berishdi Telegram orqali. O'sha videoga sizlar bilan reaksiya qilamiz. Tayyormisiz? Qani ketdi. Jigarlarim, YouTube'da biz 5000 ta bo'ldik. Sizlarni tabriklayman. Meni ham bemalol kommentariyada tabriklasangiz bo'ladi. Endi bizda yangi maqsad paydo bo'ldi. Bir haftani ichida biz 10 ta bo'lamiz. Albatta 5000 ta bo'ldik. 10 ta ham qo'limizdan keladi. Hayajonlanyapman, to'g'ri tushunasizlar. Albatta podдержка qilib bir-birimizni 10 ta bo'laylik. 10 ta bo'lishimiz bilan Telegram kanalimizda obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Bu yerda Telegram kanalimiz chiqadi, ссылкасы описаниеda ham bo'ladi. 10 ta bo'lishimiz bilan men Telegram kanalimizda 10 ta obunachimizni tanlab olib, Toshkentda eng tashlandiq binoda 10 ta obunachi bilan birgalikda 24 soat tashlandiq binoda yashaymiz. Videolarga reaksiya qilamiz, ruhlarni, har xil ruhlarni chaqirib ko'ramiz, zo'r kontent bo'ladi. Sizlarga ishondim va top 2-video, like bosish esdan chiqmasin. Obuna bo'ling. Bosdingizda, demak bizda top 2 ketdi. Xo'p, o'rtoqlar, bizda top 2-video. O'rtoqlar, bu o'zimizda O'zbekistonda bo'lgan obunachimiz Telegram orqali bizga bu videoni tashlab berishdi. Kameraga tushib qolgan deyishdi. Sizlar bilan birgalikda reaksiya qilamiz. Tayyormisiz? Ha, albatta. Agar sizda ham shunaqangi qo'rqinchli videolar bo'lsa, Telegram orqali menga tashlab bersalaring bo'ladi. Ссылка описаниеda bo'ladi. Bemalol tashlab beraverasizlar, biz reaksiya qilamiz. Xo'p, ketdi masalan. Oddiy uy, obunachimiz uylari. Men ataylab to'liq ko'rganim yo'q, sizlar bilan birgalikda reaksiya qilishimiz uchun. Menga obunachimiz aytishdiki, darvoza ochilib ketgan, e'tibor berib ko'rsangiz, ko'ringan sharpa o'tib ketgani deyishdi. Qani birgalikda ko'ramiz. Hozircha jimjit. Darvoza o'rtoqlar, sharpa o'tib ketdi. Arvohmi, nima bu? Bitta qaytaringlar, men ham qaytaraman sizlar bilan birgalikda. Shu o'rtoqlar, mana endi nima deysizlar? Bu ham sun'iy intellektmi yoki bu ham bironta o'xshamaganmi, bironta videomi, o'g'irlangan videomi? Mana yana qarang sifat kerak. Kameraga tushib qolgan video, haqiqiy original. Kommentariyaga yozinglar fikrlaringni. Men bitta o'qib chiqaman. Bu juda ham men uchun qiziq. Lekin men 100% ishondim. Endi bizda top 1-video. Qani ketdi. O'rtoqlar, ozgina vaqtlarini olaman. To'g'ri tushunasizlar, bu imkoniyat to'g'irlash uchun ham kerak.
Uchta videodan basi reklamatsiyalar biz bilan qanaqa aloqaga chiqishini biz gapirmagan ekanmiz. Bu uchun uzr. Profilimiz opisaniyasi yangilandi. Gmail bor, Telegram linki bor. Bemalol murojaat qila olasizlar. Chiroyli reklamalar qilib beramiz. O'rtoqlar, sizlar uchun esa biz har doimgidek va'da berganimizdek sizlar like bosinglar, obuna bo'linglar hozirroq kanalimizga. Ag'iga faqat sifatli kontentlar chiqadi. Sizlarni xursand qilish uchun harakatdamiz. Bizda top birinchi video. Qani ketdi. Xo'p, o'rtoqlar, bizda top birinchi video. Bu videoda onasi o'z farzandini xonasiga tekshirib ko'rgani kiradi va oyning orqasida sharpa ko'rib qoladi. Birgalikda ko'ramiz. Jigarim, bitta like, bitta obuna bosib qo'ying hozir. Biz 10 mingta bo'lishimiz kerak. Bosdingizmi? Ketdi, masalan ko'ramiz. Rahmat, addush yuragimda sizlar. Hayajonlanib ketyapman-da, yuragimda sizlar. Xo'p, на видео внезапно появляется призрачная неясная фигура. Kirdi, tekshirgani. Oyning orqasi sharpa. Yugurib chiqibdi, top ushagani, sharpani. Hozir yana bitta boshqatdan ko'rsatadi. Девушка вбегает Yaxshiroq наружу, ko'rib olamiz. пытаясь противостоять или хотя бы опознать неожиданного гостя. Farzandi pastda o'tiribdi va Однако, qora дойдя до sharpani места, qaranglar она turishini. ничего не находит. Нет никаких следов O'rtoqlar, men to'g'risi buni oddiy inson deb o'yladim. Как bola o'g'risi yo begona inson uyni ichiga qarab ko'rgan, poylab. Sizlar nima deb o'ylaysizlar o'rtoqlar? Men sizlar fikrlaringiz men uchun qiziq. Bitta o'qib chiqaman. Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xo'p, o'rtoqlar, bizda top 3 ta video, hammasini sizlar bilan birgalikda reaksiya qilib ko'rdik. Fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar albatta. O'rtoqlar, biz albatta 10 mingta bo'lishimiz kerak. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin, bitta like ham bosib qo'ying jigarim. Tez kunda yangi videoda ko'rishamiz. O'rtoqlar, bu tomonda ham yangi videomiz chiqadi. Qiziqarli video ko'rishingiz mumkin. Bu tomonda ham obuna bo'lishni ham esdan chiqarmanglar. O'rtoqlar, sog' bo'linglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.